olish kuni shu nonushtani uydagilaringizga tayyorlab bersangiz, qo'llaringizdan o'pib rahmat deyishadi. Qani ketdik, birga sizlar bilan tayyorlaymiz. Bunaqa mazali omlet tayyorlashni menga oyijonim 4-sinfligimda o'rgatgandilar. Nachinkasi uchun uyingizda bor masalliqlardan foydalansangiz bo'ladi. Menda qizil bolgarskiy bilan pomidor bor ekan. Hammasini kubik qilib to'g'rab, kolbasani ham to'g'rab, ozgina ko'kat to'g'rab soldim. Keyin esa idishga 4 ta tuxum chaqib, yaxshilab aralashtirib olamiz va 1 qoshiq mayonez solib, uni ham aralashtirib olamiz. Qamochkalari ketgandan keyin yarim stakan qaynab turgan suvni quyib olamiz. Aynan shu qaynab turgan suv omletimizni nejniy va pishniy qilib beradi. Shunday qilib hamma massamizni bitta qilib yaxshilab aralashtirib olib, yog' quyib, past olovda 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ha, aytgancha video yoqqan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizni blogimda ko'rib xursand bo'laman. Buni ustidan sir forselar ham yana ham mazaliroq bo'ladi. Lekin menda uyda sir yo'q ekan, shuning uchun qo'shmadim. Tayyor bo'lgan omletimizni pizza shaklida kesib olib, dasturxonga tortamiz. Va lekin ta'miga gap bo'lish mumkinmi? Shunaqangi nejniy, vazdushniy bo'ladiki, og'zingizda erib ketadi. Albatta tayyorlab ko'ring.